Assalomu alaykum. Men doktor Boboyev. Bugun sizlar bilan tashqi muhitdagi yoqimsiz ta'sirlar ostida kelib chiqadigan og'riqlar, uning asosiy sabablari va qanday qilib davolash kerak, shu haqida gaplashib o'tamiz. Ba'zi bir insonlar tashqi muhitdagi yoqimsiz har xil hidlar ta'siri ostida ba'zi insonlarda bosh og'riq qo'zg'alib qoladi. Ba'zi bir odamlarda esa demak ma'lum bir yegulik ta'siri ostida qorin bo'shlig'i sohasida to'satdan og'riq qo'zg'aladi, ichki tishlar, qushlar kelib chiqadi. Aslida o'sha yegan yegulik aslida yangi mahsulot bo'ladi, atrofdagi odamlar ham iste'mol qilgan bo'ladi, lekin boshqalarda hech qanday reaksiya bildirmaydi. Ma'lum bir insonlarda qorinda og'riqlar, qusish, ichki tish kabi bir qator klinik belgilar keltirib chiqaradi. Yoki bo'lmasam ba'zi bir insonlar ma'lum bir atrof muhitning yoqimsiz atrof muhit ta'siri ostida demak bosh og'riqlar qo'zg'alib qoladi. Yoki bo'lmasam to'satdan eshitgan ma'lum bir xabarlar ta'siri ostida ba'zi odamlarda bosh og'riqi yoki bo'lmasam bel og'riqlari yoki tanani xohlagan joyda og'riq qo'zg'alib qoladi. Xo'sh, bu og'riqlarning asosiy sababi nimada va nima uchun ba'zi odamlarda bu narsa kelib chiqadi, ba'zi odamlarda esa bunaqa narsa bezovta hech qanaqa reaksiya bo'lmaydi degan savol tug'iladi. Buning asosiy sababi nerv sistemasi noziklashgan, ya'ni astenizatsiyalashgan odamlarda tashqi muhitdagi har qanday ta'sirlar demak bunday odamlar nerv sistemasi astenizatsiyalashgan odamlarda ma'lum bir reaksiya bildiradi. Ya'ni nerv sistemasi noziklashgan, astenizatsiyalashgan odamlarda. Bu narsani aniqlash uchun demak bizni peshonamizning ikkita do'mpak nuqtasi bor, ya'ni ikkita do'nglik sohasi bor. Xuddi shu sohada ikki tomonlama ushlab qaraydigan bo'lsak, ikki tomonlama pulsatsiya bo'lishi kerak normada. Agar bu pulsatsiya ikki tomondan aniqlanmasa yoki faqat bir tomonlama bo'ladigan bo'lsa, bu nerv sistemasi noziklashgan, ya'ni astenizatsiyalashgan belgi hisoblanadi. Nerv sistemasi nozik odamlarda bu pulsatsiya bo'lmaydi. Natijada bunday insonlar tashqi muhitning har qanday ta'sirini teskari qabul qiladi organizm. Demak buni qanday davolashimiz kerak? Buni davolashimiz uchun demak xuddi shu ikkala nuqtada pulsatsiyani paydo qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, ikkita peshona do'ngligida pulsatsiya hosil qilish uchun 4 ta nuqta bor. Xuddi shu nuqtalarni bosib turgan holatda iloj bo'lsa to pulsatsiya paydo bo'lguncha ushlab turadigan bo'lsa, peshona sohasida pulsatsiya paydo bo'ladi. Demak, buning birinchi nuqtasi ikkita qoshimiz va ko'zimiz o'rtasida chuqurlik bor. Xuddi shu nuqtani ikkita barmog'imiz yordamida bosib turamiz. Toki pulsatsiya paydo bo'lguncha ushlab turasiz. Ya'ni tomir urishi qo'lga sezilguncha ushlab turasiz. Bu og'riqli bo'lishi mumkin, lekin ushlab turadigan bo'lsangiz og'riq sekin-asta yo'qolib boradi. Ikkinchi nuqta ko'z qorachig'ining ost sohasi. Mana ikki tomonlama qorachiq ost sohasi. Xuddi shu ikki nuqtani bosib turasiz. To pulsatsiya paydo bo'lguncha. Bu bir tomonlama yoki ikki tomonlama og'riqli bo'lishi mumkin, lekin yoki puls aniqlanmasligi mumkin, bir yoki ikki tomonlama. Xuddi shu ikki nuqtani bosib turadigan bo'lsangiz, demak deylik 3 minut davomida bosib turadigan bo'lsangiz, sekin-asta pulsatsiya paydo bo'ladi. Puls paydo bo'lishi bilan siz 3-nuqtaga o'tasiz. 3-nuqta burun kengligining tagida, mana ikki yonbosh sohasida joylashgan. Xuddi shu nuqtani ushlab turasiz, bosib turasiz. To pulsatsiya paydo bo'lguncha. 4-nuqtamiz quloq yumshog'ining tepa sohasi mana. Quloq yumshog'idan yuqori sohasi. Ikki tomonlama ushlab turasiz. Toki pulsatsiya, tomir urishi paydo bo'lguncha ikki tomonlama. 4 ta nuqtani ushladingiz, 4 ta nuqtadan tomir urish paydo bo'ldi. Keyingi nuqta esa peshona do'ngligini ushlab turasiz. Demak, peshona do'ngligida bunda pulsatsiya paydo bo'lishi kerak. Agar pulsatsiya sust bo'ladigan bo'lsa, bu peshona do'ngligini ham 3 minut davomida ushlab turasiz, bosib turasiz. Va natijada pulsatsiya paydo bo'lishi bilanoq bemorni bezovta qilayotgan yuqoridagi tashqi muhit noqulay ta'sirlari ostida kelib chiquvchi og'riqlar darrov birdaniga bemorda yo'qoladi. Bu narsa demak birdan paydo bo'lmasligi mumkin. Bu pulsatsiya demak buni deylik har kuni amalga oshirib turasiz. Ya'ni har kuni xuddi shu 4 ta nuqtani bosib turgan holatda peshona sohadagi do'nglikda pulsatsiya, ya'ni tomir urishi paydo bo'lguncha bu ushbu mashqni bajarasiz. Natijada qachon pulsatsiya paydo bo'ladigan bo'lsa, tashqi muhitning har qanday ta'siriga bemor chidamli bo'ladi. Ya'ni nerv sistemasi astenizatsiyalashi yo'qoladi. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'linglar.